bankdan 200 ming olganman, to есть katta risk bo'lgan. Bu escrow счетga kirdi. Har yili 10-15 ta biz сделка qilamiz. Yaxshi pulni aylantirsa bo'ladi. Любительский payt tugar. Просто tak mana bu naqdga ol-sotdi bo'lmaydi уже. Давайте boramiz. Yangi Toshkentda gaz bo'lmaydi. Bir xili вообще bankrot bo'ldi. Shu davlat tushundi, buni kontrolga olish kerak. 1,5 minggacha sotishyapti. 2-3 ming pul emas, уже kamida 100 ming investitsiya qilasiz. Уже professionallar bilan ishlash kerak. 6-7 yildan beri ko'chmas mulkka investitsiya qilaman. Просто pulingiz qotib qoladi. Oxirgi paytlarda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, O'zbekiston jadal rivojlanib boryapti. Yangi loyihalar, yangi bizneslar, iqtisodiyot, aholi soni o'sishi. Shu bilan birgalikda yilga minglab chet elliklar ishlash uchun, o'qish uchun va yashab qolish uchun kelishyapti. Endi bitta savol. O'zbekistonda ko'chmas mulk ahvoli nima bo'ladi? Hozirlar bilan birgalikda shu savolga javob topamiz. Ketdik. Bugun aynan shu mavzu haqida 18 yillik tajribaga ega Doniyor Islomov bilan suhbatlashamiz. Doniyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Temur, yaxshimisiz? Hozir oxirgi 5 yilda O'zbekiston bozorida nima o'zgarishlar bo'ldi? Bozor juda ham keskin o'sdi. Ya'ni qurilishda juda ham ko'p bo'ldi. Keyin davlat tushundi, buni kontrolga olish kerak. Вот. Уже налог jihatdan, qonunchilik jihatdan endi kontrolga o'tyapti hamma narsa. Tushunarli. Hozir faqat qonunchilikda o'zgarishlar shunda. Давайте mana shu yerda ozgina to'xtalaylik, ya'ni qonunchilikda nima o'zgarishlar bo'ldi? Birinchisi bu escrow счетlar kirdi. Masalan, bahordan уже hamma biladi, ko'pchilik biladi, что просто так mana bu naqdga ol-sotdi bo'lmaydi уже. Albatta bank orqali расчет qilish kerak. Bu birinchi. Keyin men уже uni bilib turdim, что ikkinchi etapi u налог tomonidan keladi. Chunki hamma narsa уже расчетный счет orqali bo'lgandan keyin bu данныйlar налоговый ketadi. Налог uni analiz qilib, уже дополнительный налоговый расходlar ham ko'payadi unga qarab. Chunki hozir endi masalan siz oldin aytaylik, что naqdga olib, naqdga sotasiz, hech qanaqa налог to'lamaysiz. Ko'pchilik mana shu bilan shug'ullanyapti. Investitsiya qiladi, arzon oladi, qimmatroq sotadi, налог to'lamaydi, o'shanda normal pul qilsa bo'lardi. Endi hozir holat qanaqa? Agar siz masalan 10 ming dollarga dokument bo'yicha sotib oldingiz, lekin po faktu 50 ming. Keyin aytaylik, yarim yildan keyin 55 yoki 60 mingga sotasiz. Bu joyi уже hozir yangi qonunchilik bo'yicha agar siz arzon ko'rsatib qo'ysangiz, masalan 60 ming emas, 20 ming ko'rsatsangiz, уже дополнительный налог to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu degani sizda bu sxema уже ishlamaydi. Endi bu nimaga qilinyapti? Bozorni oqartirish и, конечно, davlatga дополнительный налог tushumlari juda ham kerak hozir holatda. Hozir bizni liba pastga ketib qolishimiz mumkin, ya'ni narxlar yana tushadi. Liba yana dalsha ko'tarilib ketaveramiz, lekin juda ham katta keskin ravishda ko'tarilib ketishimiz endi veroятности pastroq. Tushunarli. Keyin hozirgi paytda shunaqa shov-shuvlar bor. Yangi Toshkent qurilishi bu ko'chmas mulkka juda katta ta'sir qiladi deyishyapti. Shu bo'yicha bir yangi Toshkentni o'ziga borib bir analiz qilib ko'rsatsangiz, tushuntirib bersangiz, nima deysiz? Endi давайте boramiz. Bo'ldi, ketdik, polностью tushuntirib berasiz. Doniyorga hozirgi kunda Toshkentda investor ko'zi bilan qarasak, qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Oddiy xalq buni bilmayapti. Endi qarang, bu yerda investorlar qanaqa? Investorlarni birinchi bo'lish kerak. Ya'ni mahalliy investorlar bor, постоянно masalan ko'chmas mulkka tikib ketaveradi, так далее. Endi daromadining bir qismini, bir xil asosiy qismini tikadi. Endi ular uchun nima situatsiya? Ular uchun daromadlilar pasaygan. Nimaga? Chunki hozir bozorda o'sish kamayapti. Ya'ni hozir bir yilda qarasangiz 10% yoki 15% endi bo'lishi mumkin, lekin 20-30% yillik daromadli endi juda ham kam holatda bo'ladi. Arendada ham masalan oshmayapti, endi постоянно stabil turibdi, lekin daromadli o'rtacha 10% atrofida bo'lishi mumkin. Mana bu налог, ya'ni boshqa narsa расходlarni minus qilsa, undan ham pastroq bo'ladi, 8% bo'lishi mumkin. Ya'ni daromadlilar pasaygan. Endi inostraniy investorlarni olishimiz mumkin. Bular uchun bizning endi ko'chmas mulk bozorimiz qiziq bo'lyapti, chunki bu yerda O'zbekiston rivojlanishi, keyin aholining o'sishi, keyin har xil yangi proyektlarning chiqishi, undan tashqari masalan ko'p davlatlarda masalan
hozirgi paytda stabilность yo'q. Masalan, nima deydi, Dubay oladigan bo'lsa yoki Qatar, Oman и так далее. Oldingi ko'p investorlar SNG davlatlaridan, ayniqsa yoki Yevropadan, ular ko'p shu davlatlarning ko'chmas mulkiga ko'p investitsiya qilishgan. Hozir endi ko'pchilik sotyapti, o'tda narxlar tushyapti. Endi men hozir o'sha Dubaydagi ekspertlar bilan muloqotdaman. Ular aytishyapti, endi juda ham mashhur katta developerlarning proyektiga sпрос bor. Lekin masalan yangi developerlar, yangi proyektlar bo'ladigan bo'lsa, ular уже qiynalishyapti sotishga. Ikkilamchi bozorda ham situatsiya yaxshi emas. Biz eshitamiz, shu narxlar ancha tushgan. Shunga ko'pchilik baribir ham oddiy mulkini sotib, boshqa bozorlarga qiziqish ko'payyapti. O'zbekiston mana shu bozorlarning ichida. Toshkentda aholining o'sishi ko'chmas mulk narxlariga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Endi qarang, men sizga bitta primer aytib beraman. Masalan, Yaponiya juda ham boy davlat. Aholisi katta, lekin ularda juda ham katta muammo bor. Ya'ni aholining o'sishi minusda. Ya'ni o'tda yoshi juda ham kam, qari odamlar juda ham ko'p. U nima degani? U degani, что birinchidan yoshlar o'sha ishlab topib qarilarni boqish kerak. U birinchisi. Ikkinchisi, именно работоспособное население, o'sha ishga boradigan aholining soni kamayib boraveradi. U ikkinchisi. Undan tashqari ko'chmas mulk, masalan ko'chmas mulk aytaylik, ota-onasining uyi bor, bitta bolasi bor deylik. Undan keyin masalan nima qiladi u yangi uy olib, o'sha ota-onasining uyi bor yoki arendada turishi mumkin и так далее. Shunga hozir Yaponiyada holat qanaqa? Siz Tokioni bir qismida, masalan Toshkentdan arzonroq narxda uy olishingiz mumkin. Tasavvur qiling, lekin u yerda masalan odamlarning daromadlari biznikidan kamida 10 barobar ko'p. Ko'chmas mulk narxi почти bir xil. Agar masalan shu chetroq joyda bo'lsa, masalan 100 mingga ham topasiz o'tda joy. Endi Toshkentni olaylik. Toshkentda holat qanaqa? Bizda mahalliy aholi bor, to есть toshkentliklar. Undan tashqari viloyatdan ham odamlar masalan pul yig'ib, qanaqadir ham daromadi bo'lsa, qayergadir ham investitsiya qilish kerak bo'lsa, Toshkentdan uy olib qo'yadi. O'zgani bizda faqat Toshkentdan emas, boshqa viloyatlardan, undan tashqari xorijdan ham investorlar kelib, uy yoki investitsiya uchun olishadi. Shunga aholining o'sishi bu juda ham muhim faktor. Bu долгосрочный faktor. Masalan, 1-2 yilga emas, 10-15 yilga o'sha ko'chmas mulk uchun juda ham muhim narsa. Doniyor aka, o'zi yangi Toshkent bo'yicha siz o'rganib chiqqanmisiz? Investitsiya qilish planlaringiz bo'lganmi? Qarang, biz o'rganganmiz. Yangi Toshkent loyihasini общий уже 2-3 yildan beri qaryapmiz. Bu loyihaga rahbariyat, o'sha direksiyaning rahbariyati bilan uchrashdik biz. Undan tashqari bu yerda developerlar bilan nima variantlar bor, nima imkoniyatlar bor, bu yerga investitsiya qilish bo'yicha. Endi bu yerda umumiy qaraydigan bo'lsak, juda ham katta loyiha, 600 ming aholi kishiga mo'ljallangan birinchi qismining o'zi. Общий bu yerda o'sha tugagandan keyin 2 million aholi turishi kerak yangi Toshkentning o'ziga. Juda ham katta. Endi bu qarang, birinchi qismi уже 10 yilga mo'ljallangan. To есть, ya'ni umumiy o'sha 2 million aholiga bu menimcha kamida 20 yillik loyiha. Shu 600 ming kishilik bo'lsa, u keladimi odamlar bu yerga? Qanaqa bo'ladi olib kelish? Endi bu yerda qarang, juda ham hozir keskin qurilishi bo'lyapti, lekin faqat menimcha 20% ziga. Ya'ni u hamma yoqda qurilish katta bo'layotgani yo'q. Bu ya'ni hozir masalan ministerstvolar bu yoqqa ko'chadi, keyin universitetlar, sekin-sekin biznes ham ko'chishi mumkin. Endi ularni ko'chish uchun albatta endi imkoniyatlar, bu yerda imkoniyatlar yaratib berish kerak. Infrastrukturadan tashqari, masalan,
nimaga men o'zimni biznesimni bu yoqqa ko'chirishim kerak. O'sha agar bu yerda masalan qanaqadir ham налоговый yo arzon arenda yo yana boshqa imkoniyatli bo'lmasa, meni bu yerga ko'chishim unchalik ma'noga ega emas. Shunga men o'ylayman, endi bu yerda zo'r loyiha, chunki Toshkentning ichida qurish bunaqa katta narsani уже Toshkentning ichida qurib bo'lmasdi bunaqa katta narsani. Endi alohida rayon qilib, bu yerda katta qurilish qilish, уже современный formatda, современный infrastrukturada har bitta zona o'ylangan, parkovkalar yer ostida и так далее, bu zo'r narsa. Lekin endi investor jihatidan o'ylaydigan bo'lsak, hozir endi masalan уже $800 boshlab где-то 1,5 minggacha sotishyapti bitta kvartiralarni. Endi bu yaxshi narxmi yo unchalik emasmi? Endi men uchun menimcha narx yaxshi bo'lardi agar 2-3 yilda bitsa. Endi hozir bu kamida 5 yil yoki 8 yil bo'lishi mumkin hozirgi holatidan. Endi masalan 4-5 ming bo'lib ketadimi? Yo'q, menimcha bo'lib ketishi qiyin. Endi agar kommersiya olsangiz endi bo'lib ketadi, chunki bu yerda endi potok katta bo'ladi, aholi ham soni katta bo'ladi и так далее. No, men uchun juda ham katta srok. Shunga men hozir agar uzun pul bo'lsa, masalan 10 yillik tiksa bo'ladi dolgosrokka diversifikatsiyaga. Agar masalan 2-3 yillik investitsiya bo'lsa, menimcha hali bu yerda vaqtliroq. Yangi Toshkent loyihasi eski Toshkent bozoriga ta'sir qilishi mumkinmi? Dolgosrokda ta'sir qiladi. Chunki masalan hozir aytaylik, что bu yerda tayyor уже yangi infrastruktura bilan yangi zdaniyalar, hamma yoq parklar и так далее shunaqa bo'lsa, albatta ko'pchilik masalan bu yerda olishni endi ko'rardi-da. Endi hozirgi paytda u konkurensiya bo'lmaydi. Lekin masalan 4-5 yildan keyin bu yerda уже ancha-muncha odamlar ko'chib, yashab boshlashdi. Masalan, уже metro o'tdi, avtobus bor, hamma o'sha infratuzilma rivojlangandan keyin endi odamlar o'ylashib ko'radi-da, Toshkentdan olaymi yo yangi Toshkentdan. Tushunarli. Hozir mana bu tarafga ko'raman, domlar уже bitganda. Bular kadastri chiqqanmi, chiqmaganmi, uni bilmaysiz. Yo'q, bu yerda menimcha kadastr chiqishigacha hali bor. Ko'pchilik proyektlarda chiqmaydi, chunki bu yerda masalan kadastr chiqishi uchun полностью infratuzilmaga ulangan bo'lish kerak. Undan tashqari endi bilmadim, bu yerda gaz, svet, unaqa menimcha gaz вообще, кстати, bo'lmasa kerak. Mening eshitishim bo'yicha o'sha yangi Toshkentda gaz bo'lmaydi. Gaz bo'lmaydi. O'shanga bu yerda endi boshqa infratuzilmalarga ulanish kerak. Menimcha именно mana shu holat bo'yicha kadastr chiqish shoshiltirish ham ularga unchalik kerak emas-da. Chunki kim shoshiltiradi? Odatda o'sha sotib olgan odamlar tezroq ko'chish uchun. Endi bu yerda hali bo'm-bo'sh bo'lib yotibdi hamma yoq. Hali ishlama yo'q. Endi ko'pchilik menimcha o'sha ishxona orqali, agar masalan ishxonasi shodda bo'lsa, endi уже ular ham qanaqadir ham lьготный условия qilib beradi bu xodimlari uchun. O'shanda уже ko'chishadi. Lekin oddiy odamlar endi bu yerda ishlaga aloqasiz bo'lsa, ko'pchilik ko'chmasi kerak. Uylar почти bir-ikkita bitganlari bordi. U qanaqa bo'ladi? Oldin qanaqa bo'lardi? Birinchi to'lov qilinardi, podkatlar to'lovlar ham bo'ladi bu yerda. Bu yerda endi qarang, hozir yangi tizim bo'yicha sistema boshqacha bo'ladi. Endi men qurilayotgan obyektlar bo'yicha eskicha bo'lishi ham mumkin. То есть u уже developerni strategiyasiga bog'liq. Bir xil aytadi, men qurib keyin sotaman, o'sha qimmatroq narxdan. O'zini puli bo'lsa shunaqa qilsa bo'ladi. Ko'pchilik baribir ham qurilish jarayonida sotuvga qo'yaveradi va parallelni bitkazaveradi o'sha pulga. Lekin yangi sistema, именно escrow sistemasi bo'yicha bu yerda уже застройщикlarni o'zini puli bo'lishi как бы shart, kamida 30-40%. O'zi shunaqa yangi Toshkent loyihasi shov-shuv bo'ldi bilsangiz, shunga arziydimi? Nima deb o'ylaysiz? Rostdan ham shunaqa
natija beradimi bular aytgandek 600 ming aholiga mo'ljallangan yana qanaqadir ham biznes proyektlar bor, biznes shaharchasi bo'ladi deyishyapti. Endi bu yerda ko'p dunyoda failda bo'lgan mana shunaqa popitkani, to есть masalan Astana bilan Almatini oladigan bo'lsak, endi u yerda ham yangi shaharga ko'chish bo'lgan. Lekin u juda zo'r proyekt bo'lmagan. Chunki именно Astanani lokatsiyasi, klimatı yaxshi emas. Odamlar o'shanga baribir ko'pchilik o'tga ko'chishmagan. Xullas asosiy aholi baribir Almatida yashaydi. Lekin bizda situatsiya proyekt yaxshiroq bo'ldi menimcha, chunki u Toshkentni shunday yonida, umuman yangi shahar emas, Toshkentni yonida deylik. Shunga bu yerda masalan Dubayga o'xshaganroq proyekt bo'lsa kerak. Lekin buni oxirigacha yetkazish uchun ko'p investorlar bilan ishlash kerak albatta. Keyin davlat qanaqadir ham o'sha biznesga imtiyozlar yaratish kerak bu yoqqa ko'chish uchun. Xullas, umuman olgandan proyekt juda ham zo'r, juda ham masshtabniy. Lekin albatta ish ham juda ko'p mana shu proyektni zo'r qilish uchun. O'zi yangi Toshkent qaysi hududlarga katta ta'sir ko'rsatadi? Tak, zo'r savol. Bu yerda menimcha eng katta effekt именно mana shu eski Toshkent bilan yangi Toshkentni orasidagi hududga katta plus bo'ladi. Chunki masalan ko'pchilik hozir ham masalan aytaylik Qorasuv rayoni Toshkentda. Nimaga u juda ham ko'tarilib ketdi? Chunki bir xil endi oldindan ko'rishdi bu proyektni imkoniyatini. O'sha yerdan yer olib, o'sha yangi uylar qurib qo'yishdi. Bu degani ular masalan yangi Toshkentga ham yaqin, eski Toshkentga ham yaqin. Narxlar ham o'tda ancha oshdi. Mana shu hozirgi biz hozir yurayotgan hududda ham aytaylik 4-5 yil oldin narxlar yer sotkasiga 2,000-2,5 ming bo'lgan. Hozir где-то 15 ming, 20 ming. То есть kamida 5-6 barobar oshgan. Soответственно, bu yerda aeroport, yangi yo'llar, yangi Toshkent yaqin. Umuman olganda mana shu hudud yana ancha rivojlanadi, narxlar o'sadi deb o'ylayman. Agar inson uzoq muddatga investitsiya qilmoqchi bo'lsa, aynan qaysi hududlarga e'tibor qilish kerak? Bu yerda menda bo'li точный savol, точный emasligiga javob beraman bu savolga. Qarang, hudud bu juda ham katta narsa-da. Bu yerda 500-600 ming masalan odam yashaydi o'rtacha bitta Toshkentning rayonida. Har bitta rayonning ichida zo'r joylari bor, dabdala joylari bor. Shunga siz masalan joy olayotganingizda уже detalni ko'rib, o'rganib chiqishingiz kerak-da. Masalan, mana shu yo'l расширяться qiladimi yo'qmi? Gen planni ko'rib chiqish kerak. Nima, necha qavatli, qaysi zona, rekonstruksiyami, renovatsiyami yoki просто уплотнениemi. O'shanga qarab уже aytish kerak. Хорошо, mana shu hudud mana shunaqa bo'lar ekan, kelajakda undan tashqari mana shunaqa narsalar quriladi, yo'q qurilmaydi. O'shanga qarab уже konkretniy o'sha joyini o'rganib, keyin xulosa qilsa bo'ladi. Chunki rayonlar juda ham katta, har bitta rayonning ichida yaxshi o'sadigan joy bo'ladi, bir xil joylarda unchalik narx o'smaydi. Yoki полностью o'tda snos bo'ladi, yangi narsalar quriladi, ya'ni o'tda pul qotib qolishi mumkin. Demak, bu uchun hozir men o'ylayman, chuqur analiz kerak, chuqur bilim kerak ekanda. To'g'ri. Agar odam o'zi investorlar bilishi mumkin, lekin oddiy biznesmenlar mana misol uchun ko'chmas mulk bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Ularga bunaqa bilim yo'q. Ular nima qilishini maslahat berasiz? Endi bu yerda qarang, albatta biznesmenlar u ko'proq o'zini biznesiga fokus qilish kerak. Chunki уже biznesini yaxshi biladi nima qilsa undan ham zo'rroq qilishini biladi. Endi investitsiya jihatidan albatta agar siz bu bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, bilimingiz bo'lmaydi, juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. Undan tashqari baribir ham xato qilishingiz
вероятности kattaroq bo'ladida. Bizda masalan mana shu men o'zim уже 6-7 yildan beri ko'chmas mulkka investitsiya qilaman. Har yili 10-15 ta biz сделка qilamiz. Kamida. Уже hozirgi paytda o'sha Prospera Capital fondimizda analitiklarimiz bor, partnyorlarimiz bor. Har bitta proyektni chuqur o'rganib chiqamiz. O'shanga menimcha optimalniy variant shu bizani proyektimizni, bizani fondimizni ko'rib chiqish yoki albatta undan tashqari shu ekspertlar bilan ishlash kerak. То есть o'zingiz faqat masalan o'zingiz bilimingiz bilan aniq qilsangiz pulingizni yoki yo'qotishingiz mumkin yoki pastroq o'sish bo'ladi yoki masalan hozir juda ham ko'p proyektlar bilamiz to'xtatilgan chunki masalan o'sha shaharsozlik normalariga rioya qilmagan o'sha qurilish paytida застройщикlar shunga ular to'xtab turibdi. Bir xil вообще bankrot bo'ldi. Shunga juda ham albatta ehtiyot bo'lish kerak va faqat professionallar bilan ishlash kerak bu hozir investitsiyada. Chunki investitsiya qilayotganingizda siz masalan 2-3 ming pul emas, уже kamida 100 ming investitsiya qilasiz-ku. O'zi bilasizmi, masalan men hali fond qilmaganimda menga ko'plar kelib so'rashardi-da, masalan nima qilay, pulim bor, qayerga investitsiya qilay, qaysi ko'chmas mulkka olishim kerak и так далее. Men tushundim, что bizda masalan ko'pchilik baribir ko'chmas mulkka pul tikishadi, lekin hammasi ham успешный bo'la olmaydi. Chunki bunga vaqt kerak, ekspertiza kerak, analiz qilish kerak и так далее. Shunga undan ko'ra biz faqat o'zimizni pulimizni investitsiya qilib ko'paytirish emas, boshqa investorlar bilan birga shu narsani qilsak, bizani bilim, analiz, ya'ni yopiq сделкаларga dostуп orqali birga ancha katta narsa qilishimiz mumkin. Shundan keyin men уже o'yladim, albatta shu fond qilishimiz kerak. Hozir как раз mana yangi O'zbekistonni o'tayotganimizda hozir esimga tushib qoldi. Bitta tanishim kvadratini 1,5 mingdan olgan. 1,5 yil oldin, 1 yil oldin, hozir 1200 ga ham sota olmayapti. Bu nimaga unaqa o'smaganmi, nima bo'lgan? Tushuntirib bersangiz. Na, bu yerda endi qanaqa istoriya bo'lgan? Bu yerda juda ham hype bo'lgan. Ya'ni что masalan yangi O'zbekiston bu yerda o'sha sport komplekslar и так далее, o'sha hisobiga boshida ko'p investorlar qiziqqan. Bu yerda narx oshadi deb. Lekin bu yerda nima muammo? Imенно olayotgan narxi qimmat bo'lgan. То есть masalan siz shu narxga Toshkentda o'sha paytda yaxshi loyihada kirish mumkin bo'lgan. И соответственно o'tda lekin уже hamma narsa bor. Masalan transportная инфраструктура, shopping, maktab и так далее. Bu hozircha endi rivojlanyapti. Endi nima qilish kerak? Hozir sotish kerak emas u odam. Hozir endi ushlab turish kerak, 1-2 yil o'sha narxi oshgandan keyin уже sotsa bo'ladi. Doniyorga ko'chmas mulkda eng birinchi qilgan keyslardan biri dedingiz. Shuni qisqacha aytib bersangiz, menga juda qiziq. Hozir biz Sayram ko'chasida joylashganmiz. Ya'ni bu yerda British School bor, keyin bitta Korzinka, bu yerda Energy Mirzo Ulug'bek, keyin hozir yana Murad Building Regnum Plaza. Ya'ni bu hozir именно Mirzo Ulug'bek tumanida eng tez rivojlanayotgan ko'chalardan bittasi. Men buni уже o'sha o'tganimda 4 yil oldin ko'rganman, что potensial juda katta mana shu yerda. Shunga bu yerda 7 sotixli uchastka bo'lgan, 2 qavatli dom bo'lgan. Keyin men mana shu joyni o'rganib, potensialini ko'rdim. И соответственно sotib oldim bu joyni и proyekt rekonstruksiya qildik. Ya'ni jiloydan nejiloyga полностью o'zgartirdik. Korobka holatiga keltirdik и полностью уже yangi high-tech remont qildik. Shunga yana bitta как бы etaj qo'shdik tepasiga. Tushunarli. Shunda buni daromadligi qanaqa bo'lgan? Zo'r bo'lgan. Zo'r bo'lgan chunki men endi rosa pul ko'p ketgan bunga lekin vaqtim ko'p ketgan lekin отдачасы ham zo'r bo'lgan. O'shandan keyin men o'zimga qurganman bu joyni, lekin o'ylaganman, okey, undan ko'ra mana shu pulni olib
yana ko'chmas mulkka tikaman, aylantiraman deb. Вот. И menimcha bu to'g'ri fikr bo'lgan. Вот. Lekin bu yerdan xulosa nima bo'lgan? То есть mana shu joyni olganimda men примерно o'sha paytda yana bitta joy oldim, Rakat ko'chasida, Rakat mahallasida. U ham yo'lning yuzida. Вот, u ham zo'r narxga olgandim, lekin u yerda ishlama qilmadim. Hech narsa ishlama qilmadim, faqat proyekt qildim. O'yladim, yaxshi joy, lekin qurilish uchun menimcha to'g'ri kelmaydi, chunki u yerda fasadi kichkinaroq edi. Вот, bu yerda lekin ancha fasadi katta, menimcha 20 metrmi fasadi bor. Вот, parkovkaga ham joy bor, и так далее. Shunga bu joyga qurilish qildim, o't tegmadim. Daromadligi bet bilan o't bir xil bo'ldi. Lekin men o'tda ishlama qilmadim. Keyin men o'yladim, okey, shunaqa bo'lsa, значит, men ko'proq investitsiya qilishim kerak. Quruvchilar bizda juda ham ko'p. O'shanga men investitsiya strategiyasini to'g'ri qilsam, kamroq harakat bilan, lekin barakaliroq bo'ladi. Chunki meni strategiyam bor. Bilaman qayerda nima narxlar o'sadi, qayerda potensial kattaroq, qanaqa narxdan olish mumkin. Shunga qarab biz o'sha paytdan keyin men yana sheriklarim har yili 10-15 ta сделкада qildik. Zo'r. Hozir siz bu ko'chani aynan bilgansiz, bu rayonni narxlari o'sishini. Hozir men ko'ryapman, bu yerda ham juda ko'p stroykalar ham, yangi qurilayotgan stroykalar ham boshlanib ketibdi. Значит, bu yerda potensial realni bor. Bor, zo'r bu yerda potensial, chunki lokatsiya как бы metro yaqin. Вот, orqada как бы prestijniy mahalla. Bu yerda ikkita qimmat maktab bor, mana British School bor, keyin mana Wist bor. Вот, hamma infrastruktura, kerakli infrastruktura bor. Tushunarli. Keyin hozir siz aytdingiz, hali qurilmagan ekan, bu yerda BID for you proyektiga pul tikkanman deysiz, to'g'rimi? Bu ham aynan shu joyda, demak. Da, qarang, bu yerda mana bu Murad Buildings Regnum Plaza proyekti bor. Undan где-то shu Sayram ko'chasi bilan где-то 200-300 metr kirsak, o'tda British School yangi korpuslar qurilyapti. И именно o'shaning orqasida for you proyekti. То есть for you proyekti уже бизнес-класс. Menimcha где-то 2-3 gektarlik yerga qurishyapti. Nimaga menga qiziq bo'ldi, bu birinchidan lokatsiya. То есть lokatsiya zo'r. Ikkinchidan for you proyekti уже Almatada va boshqa shaharlarda bo'lgan. Bu ham prestijniy flagmanskiy proyekt hisoblanadi. Sinalgan. Da, sinalgan flagmanskiy. То есть o'tda butun o'sha kommersiy infrastrukturalar bo'ladi, trenajyorniy zallar, детский площадкаlar, endi plus boshqa o'rinda. Ya'ni o'tda hozirgi paytda уже biz kirganmiz o'sha proyektga. И masalan 2-3 oyda уже 15% plusdamiz dollarda shu proyekt. Tushunarli, zo'r. O'zi eng prikol bo'lgan, mana shu ko'chada, bilasizmi, boshida mana shu joyga qaramaganman. Anta 200-300 metrlik joyda uglovoy bitta joy bo'lgan. O'shani объявленияda ko'rganman-da, o'ylaganman, qani borib ko'raychi, narxi zo'r edi, chunki borib gaplashganman, keyin bo'ldi sotamiz deganda, уже realtor orqali как бы договориться qilganmiz. Lekin keyin ana qilsam, cho'zib yotibdi-da realtor. То есть bunaqa emas, ozgina yana nimadir ham o'yin bo'ldi-da o'tda. Keyin men yomon jahlim chiqdi-da, chunki mana shu ko'cha men именно bilganman, что potensial katta, keyin bu yerda dальше kirib o'rganib chiqaman, nima joylar bor. Mana shu joy olganman, chunki bu yerda o'zim pulim yetmagan. Вот, keyin yana bankdan 200 ming olganman, то есть katta risk bo'lgan. Bankda 200 ming dollar olgansiz, anaqaga edi? Da, sotib olishga. Da, sotib olishga. Xullas, rasmi har oy где-то 15 ming dollar ketardi menda. То есть 10 ming dollar remontga и 5 ming dollar kredit yopishga. И уже oxirgi где-то уже ozgina qolayotganda tugatishga yomon qiynalganman, chunki уже bor pulim ketib qolgan, tushayotgan pulim ham полностью bu yoqqa ketgan, vaqtida to'lamaganman anaqalarni. Keyin o'yladim, okey, значит, tezroq sotib olish kerak. Olib sotgansiz. Shunaqa. Tushunarli, zo'r. Shunda bu yerdan xulosa qanaqa bo'ldi sizga? Xulosa birinchi betdan asosiy xulosalarim, birinchisi kommersiy joy har doim qimmatroq yuradi, чем жилой. Соответственно, agar sizda masalan
kommersiy joyi arzon olish varianti faqat o'sha yerda yer olish kerak. Yaxshi variantda keyin o'zingiz qursangiz ancha arzonga tushadi. Lekin agar siz qurmoqchi emas bo'lsangiz, to'g'ri investitsiya strategiyasi bilan zo'r daromad ham topsa bo'ladi. Chunki yaxshi variantlar chiqib turadi o'sha arzonroq narxdan. Pulingiz bo'lsa tayyor правильно o'sha strategiya bilimingiz bo'lsa, o'shanda yaxshi pulni aylantirsa bo'ladi. Вот. Tushunarli. То есть hozirgi paytda masalan investor bo'lish выгодныйroq именно oldi sotdi strategiya bilan. Olib просто arendaga topshirsangiz, u faqat mana shu saqlab qoladi pulingizni, lekin oshirmaydi. Nimaga shunaqa? Chunki siz olayotganingizda, masalan, уже sotib olganingizda уже застройщикка marjasi bo'ladi-da. То есть sizga masalan 1,5 mingdan sotadi, a по факту uni себестоимости ming bo'lishi mumkin. И siz уже o'sha $500 na vxод yutkazasiz, tushunasizmi? Ko'pchilik aytadi-ku, to'g'ri, arendadan tashqari yana u ko'chmas mulkda o'sishi ham bor deb aytishadi-yu. Da, o'sishi bor. И bizda bo'lgan. То есть masalan Toshkent bozorida 3-4 yil juda ham zo'r o'sish bo'ldi. O'sha hisobiga masalan obyektlar narxi ko'tarildi, lekin hozir уже bunaqa holati yo'q. То есть siz hozir masalan menga aytsangiz, Do'ngan aka, men kadastrda emas, Katlavanda olib, kadastrda sotmoqchiman, nima obyekt olay desangiz, men sizga aytaman, olmayman deyman. Chunki siz pulingizni muzlatib qo'yishingiz mumkin. O'smaydi. Da, o'smasligi ham mumkin. Hech kim garantiya bermaydi, что именно mana shu obyekt sizda o'sib zo'r daromad beradi. Endi bo'lishi mumkin, но и daromadligi pastroq bo'ladi. Shuning uchun hozir уже boshqacha strategiya qilish kerak. Da. BI'da o'sha Sado proyektini aytishganda-yu, qurilgan bilan Katlavan bir xil narxda. Da, shunaqa. То есть o'shanga menimcha hozir investorlarga men tavsiyam o'sha eski strategiya bilan уже pul qilib olmaydi, shunaqa tikmaydi. Boshqacha strategiya qilishinglar kerak. То есть hozir endi bozor o'zgardi, ya'ni yangi bozorda yangicha strategiya qilmasangiz, просто pulingiz qotib qoladi. Kommersiya ko'chmas mulkini bugungi kunda kelajagi qanaqa? Umuman olganda bizda kommersiya tushunchasi ko'proq, masalan, ofisga yoki magazinga topshirish, lekin dunyoda bu bo'lib kengroq narsa. Masalan, logistik sentrlar, skladlar, ular hammasi kommersiyaga kiradi. Вот. И именно mana shu sklad logistika направленияsi bo'yicha bizda hozircha O'zbekistonda предложение juda kam. Internet masalan торговля, вообще в целом торговля juda katta rivojlanyapti. Вот shunga potensial ancha katta. Kстати, yaqinda katta сделка bo'ldi o'sha logistika bo'yicha. Agar eshitgan bo'lsanglar, значит, Orient Group logistik skladlari bor edi, Chuqursoy, yana ikkita uchta skladi bor edi. U yerda Uzoman fondini ham doilasi bor edi. Ular amalli katta o'sha logistika bo'yicha kompaniyaga sotdi bu biznesni. Menimcha выгодная сделка bo'lgan juda ham. Вот. И именно mana shu направление bo'yicha katta potensial bor O'zbekistonda, chunki bizda именно oldi-sotdi bo'yicha har yili 20-30% прирост bo'lyapti. То есть logistika juda ham qiziq направление. Buni ham o'rganib, значит, pul qilsa bo'ladi, lekin albatta bu yerda investitsiya summasi ancha kattaroq bo'ladi, обычный kommersiyadan ko'ra. Keyin masalan ofislar bor, bu yerda endi qarash kerak bo'ladi. Nima ofis, qanaqa klass, chunki A, B, B+ har xil уровенlar bor. O'shanga qarab qanaqa загрузка yil bo'yicha, qanaqa arendный поток. То есть bu yerda ko'proq именно kommersiyada siz narxi o'sish emas, o'sha денежный поток qanaqa bo'ladi, qanaqa договор arenda, necha yillik, u yerda inflyatsiya, ya'ni narxi oshishi inobatga olinganmi yo'qmi, shunaqa narsalarni qarab chiqish kerak bo'ladi. То есть bu yerda u boshqacharoq biznes, ko'proq cash flow degani, то есть денежный потокlarga bog'langan. Ko'chmas mulkda qaysi segmentda narxlar
o'sadi? Hozir предложениyalar ko'payyapti в любом случае. Вот. И эконом-сегментda, и masalan komfort и так далее. То есть qurilish to'xtamayapti. Endi har xil yangi proyektlar bo'lyapti, lekin kichkina developerlar tomonidan qurilish kamayadi. Вот. U degani faqat katta developerlar qoladi. Вот. И katta loyihalar bo'ladi. Вот. Undan tashqari, masalan, hozir men oldin aytdim, что o'sha developerlarni значит, tan narxi oshadi o'sha escrow tizimi orqali. Narxlar yana oshadi. То есть u degani narx yana ko'tariladi, chunki masalan sizga developer bo'lsangiz, значит, agar kvadrati $1000 ga aylanayotgan bo'lsa, siz baribir o'sha kamida $300-400 ustiga qo'yib keyin sotasiz. Вот, agar sizga 1200 bo'lsa, уже yana ustiga qo'yib ko'proq qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki marja qolishi uchun. Shunga narxlar oshadi. Menimcha hamma segmentlarda endi sпрос jihatdan qaysi biri ko'proq oshadi, qaysi biri kamroq oshadi. Menimcha bizda endi ko'proq ekonom segmentda значит eng likvidniy bo'ladi, u tez sotsa bo'ladi. Shunga ekonom segmentda obычно agar siz yaxshi narxda olsangiz, bu yerda ham o'sish yoki komfortda yoki ekonomda o'sish ko'proq bo'lishi mumkin. Вот, lekin agar siz уже qimmat joyda olsangiz, masalan $4000 dan, u yerda значит qiyinroq bo'ladi ochish, imенно protsent. Masalan $1000 ga ochish mumkin, lekin u faqat 20%. Siz masalan 1500 yoki $1000 joyi хотя бы $500 ga ochsa, sizda уже plus 40-50% bo'ladi, tushunasizmi? Shunga. То есть men ko'proq o'rta segment va ekonom segmentda именно yaxshi proyekt bo'lsa, joylashuvi yaxshi bo'lsa, u yerda obычно marja kattaroq bo'ladi. Tushunarli. Doniyor aka, bugungi kunda ko'chmas mulk bozoridagi eng katta imkoniyat qayerda deb o'ylaysiz? Endi qarang, hozirgi paytda любительский payt tugadi. То есть masalan quruvchilar ham любительlar ko'payib ketadi, investor любительlar ham ko'payib ketadi. Hozir endi bizning bozorimiz sekin-sekin professionalniy uровеньga o'tyapti. Ya'ni u nima degani? То есть bu yerda именно tushunadigan, bozorni yaxshi biladigan и professionallar yutib ketadi. Quruvchilar ham, investorlar ham. Endi hamma ham professional emas, u baribir. Oldin oson bo'lardi, misol. U yo'sa avtomatik bar o'sardi narxi. Shuni hisobiga odamlar 20 talab, 30 talab kvartiralar qilib olishganda. Endi unaqa bo'lmaydi deyapsiz. Da, unaqa bo'lmaydi. Endi общий qanaqadir ham daromad bo'lib ketishi mumkin, lekin orada siz masalan yutqizib ham ketishingiz mumkin. Chunki mana bu застройщикlar har xil hozir anaqa bir xillari qochib ketdi, bir xillari qotib qoldi и так далее. O'shanga endi eski podxod bilan ishlasangiz, вероятность katta, что orada yutqizish ham ko'proq bo'lib qolishi mumkin. Tushunarli. Endi bu yoqqa qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi masalan siz agar masalan именно ko'chmas mulkka pul tikaman, o'sha pul qilaman deydigan bo'lsangiz, menimcha eng optimalniy varianti уже professionallar bilan ishlash kerak. Tushunarli. Siz aytdingiz o'sha uchun ham men fond qildim. Chunki talab уже boshlangan, to'g'rimi? Da, talab boshlangan, chunki odamlar уже ko'pchilik tushundi, что eski strategiya ishlamayapti. Endi nima qilishni bilmaydi. Соответственно, hozirgi paytda bizda именно bizning fondimizda imkoniyatlar ko'p. Ya'ni biz detalniy analiz qilamiz, bozorni o'rganamiz, dokumentlarni tekshirtiramiz и так далее. И faqat tekshirilgan imkoniyatlarga biz o'zimiz kiramiz va investorlar bilan birga kiramiz. Siz o'zingiz ham pul tikkansiz, to'g'rimi? Da, albatta. Albatta o'zim pul tikaman va investorlar ham birgalikda bizni tikib o'sha yaxshi daromadlarga erishamiz. Tushunarli, zo'r. Kimgadir qiziq bo'lsa, qanaqa qilib sizga murojaat qilsa bo'ladi, misol? Da, albatta bizga yozib yuborsanglar bo'ladi, o'sha veb-saytimizga yoki Telegramga yoki telefon qilsanglar ham bo'ladi. Bo'lmasa yozib qo'yamiz pastga. Da, yozib qo'yamiz, qanaqa sizga удобный bo'lsa, o'sha orqali bog'lanishsa bo'ladi.
Bu siz aynan o'zingiz gaplashasiz ular bilan. Да, to'ppa-to'g'ri. То есть men har bitta investorlar bilan o'zim ko'rishaman, chunki bizni o'sha muloqot qilganimizda tushunishimiz kerak. O'sha investorda fikrlash qanaqa, то есть qanchaga investitsiya qilmoqchi. Keyin masalan bizani fondimiz to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi yoki bizga bu investor to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi. Hamma tomonidan biz o'sha muloqot qilganimizda tushunganimizdan keyin уже ishlashga boshlaymiz. Tushunarli, zo'r. Katta rahmat Doniyor aka sizga vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p.